kamga bir nimalar deb javob berayotgan paytda Mbappe uning og'zini yopadi. Xuddiki Mbappe sariq kartochkang bor og'ayni deyotgandek. Hamma golni nishonlayotgan bir paytda Gonzalo Garcia Viniga qaradi. O'zingni bos. Maydonda esa Vini har qanday harakati uchun muxlislar tomonidan bosimga uchray boshladi. Vini bu ishlardan charchadi shekilli, muxlislarga qarata 2 raqamini ko'rsatdi. Va mana bu muxlis, "U sekundaga ketasanlar" deyapti. Sekundaga. Vini tabassum bilan yana bir marta 2 raqamini ko'rsatib qo'ydi. Chuqur ma'noga ega pastga qaratilgan ikkita barmoq. So'nggi daqiqalarda Vinicius tribunalardan yog'ilayotgan haqoratlar va kamsitishlarga qaramasdan muxlislarga yaqinroq o'ynashga qaror qildi. Uning maqsadi bu ishlarga gol bilan javob berish edi. Va oradan biroz vaqt o'tib Vini o'yindagi so'nggi golni kiritdi. Aynan shu vaziyatni kutib turgandek Vini golni Oviedo muxlislari tribunasi qarshisida nishonladi. Bu paytda De Burgos va Hausen Vinining gol nishonlashi to'g'ri yoki yo'qligi borasida bahslashmoqda. Vinicius Junior yana o'z uslubida u ko'rsatish barmog'ini qulog'iga qo'ygan holda muxlislarga qarata